ishimiz ham oxiriga yetib qoldi. Radiatorga ulangan trubkalari avval bittasi issiqroq, bittasi sovuqroq edi. Hozir bir xil gradusda. Hozir mana termostat ham ochmayotgan edi. Mana termostat holatini ko'rsatamiz mana. Xo'p, mana ulangan trubkasi termostatga hali muzdek turgan edi. Mana termostat endi ochdi, ishladi. Xudo xolasa. Asosiy sabab shu pechka radiator tiqilgan. Mana hozir radiatorlari ham qizigan holatda turibdi. Ventilyator ishlashini kutyapmiz. Undan keyin pechkasini qo'shib necha gradusga chiqqanini hozir ko'rsatamiz. Ventilyatorlari ham ishladi mana. Ishlab o'chish kerak mana. Chotki issiqlik chiqaryapti. Mana ventilyator o'chdi. Xudo xolasa. Avvalgi holatida pastdan ishlab turadi. Endi salon qismini ko'rsatamiz. Necha gradus isitayotganini. Hop, mana pechkani yoqamiz. 1 ga 2 ga qo'ydik. Oldiga o'ryapti. Mana 40 gradusga chiqdi sразу. Ozgina ishlagandan keyin mana 58 ga chiqdi gradus, 60 tepasiga chiqadi. Xudo xolasa akamiz maza qilib yuradi endi. Qishda maza qilib o'tkazib oladi, issiqqina bo'lib. Sizlarda ham shunaqa muammo bo'lsa, aloqaga chiqib ko'rasizlar, ishlar chiroyli, sifatli qilib turib berishga harakat qilamiz.